Ama obunachilar mana kommentga har xil bloklarni chidamliligini tekshirib ko'ring, bizga ko'rsating deb yozishgani uchun men mana shu shartni bajaryapman. Keyin obunachilar, sizlar 31-dekabr yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yil yangi orzular olib kelsin. Keyin sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak. Keyin kommentga ham yozib turinglar. Masalan, Minecraftda bajarish mumkin bo'lgan narsalarni yozib turinglar. Ajdarni o'ldirmang, har xil yozsangiz men bajaraman. Mana bugun ham birsi yozgani uchun mana shu shartni bajaryapman. Faqat bitta odam yozgani uchun yangi yilda endi bitta video chiqaraman. Yoki yana yoniga boshqacha video chiqarishim ham mumkin. Qani boshlaymiz. Bu yerda shunday bloklarni tekshirib ko'raman. Hammasini bir qo'lga olib. Birinchi ularni og'irligini tekshirib ko'ramiz. Bu blokni itarish mumkin. Buni ham. Bular og'ir blok emas. Bu hammasini bemalol itala oladi. Og'irroq bir blok qo'shsang bu itala olmaydi. Shunda u og'ir bo'ladi. Hala oldinda boshqa bloklarni itarib bo'ladi. Ba'zilar ko'rishingiz mumkin. Olmosni ham italash mumkin. Endi ularni ikkinchisi, ularni portlatib ko'ramiz. Birinchi olmos. Mana ko'rishingiz mumkin. Olmos portlaydi. Endi keyingisini buni ham hozir portlashini ko'rishingiz mumkin. Mana shunchasi yetadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham portlaydi. Endi mana bu birdaniga ikkalasini portlatamiz. Bu bilan buni. Idrokni portlash olmaydi. Bombalarni ko'proq qilsak bo'ladi. Zarrasi ham qolmadi. Oho. Portlash kuchli-ku. Bularni yo'q qilmasa bo'ldi. Endi bu. Buni qo'yamiz va 3 ta tinti ham yetadi. Yaxshi 4 ta. Bu bomba chiqib ketdimi? Nima bo'lsam tek. Bitta tinti. 2 ta tinti. Yaxshi 3 ta bo'ladi.
ko'proq qilib ko'rish kerak. Nazorat to'plashi juda kuchli. To'plash juda kuchli, lekin nazorat hech qachon bunday to'plashni saqlayolmaydi. U juda qattiq. Aytdim-ku sizlarga. Bitta blok qoldi. Buni sinab ko'rish kerak. Bunga bitta tantana qo'ysakchi. Bitta tantada ham portlaydi. Endi keyingisi bularni yoqib ko'ramiz. Birinchi bob bizga olmos boshqa kerak. Lavani qo'yamiz. Ancha bo'lar. Chidamli. Buni ko'ramiz. Chidamlimi, chidamsizmi? Bu ham chidamli menimcha. Obunachilar oxirigacha ko'ring. Tosh. Şöyle yapmışlar. Ne muchachim bo'ladi. Hamma blok menimcha lavaga chidamli. Yaxshi, buni biroz orqaga surtiramiz va mana bu yerda blok kerak. Tagida qo'yish uchun tugmak koysak. Hammasi ularga chidamli. Oh. Bu qolganlari. Bazılarını italaş mümkün. Yani sürüş mümkün. Mesela Bedrock'ta sürüp olmaydı. Orada bu oynamaydı. Misal için böyle. İzmirut. İşle yaptı bu. Böyle. Lakin Bedrock'ta koyacak. İşlemeyi. Çünkü o juda ağır. Onu sındır. Ha. Başkası ham olmaydı. Sındırıp ham olmaydı. Doğrularken de. Yuvarlak obsidiyanı ham italab olmaydı. Oddisi. Mana bu blokni ham italash mumkin emas. Ishonmasangiz mana ishlayapti. Fakat yengil bloklarni italay oladi.
Endi bu yerni qaraymiz. Buni bu yerga qo'yib turib, ana endi bu yerdan tinti. To'g'ri tintilar qo'yamiz. Endi bu blokni mushkul. Yaxshi. Nima bilan qilamiz? Bu haqiqat. Obsidian. Yaxshi obsidianni sizlar uchun yaxshilab bilishingiz uchun obsidian hammasini o'rgatamiz. Aytgancha, mana bu blokdan ko'rdim tashqarisini, shuning uchun bu blokni portlatib o'tirmayman, uni portlab bo'lmaydi. Portlatib bo'lmaydi. Xohlasangiz lekin portlatishim mumkin. Bu ham obsidian degan nomi bor. Yig'loq bo'lsa ham. Shuning uchun buni portlatish bo'ladi deb ham bilmayman. Shuning oxirigacha ko'rsangiz bilasiz. Rostdan ham bu blokni aniq portlatib bo'ladi. Ham emas. Juda ham ko'p qo'yib tashlabman. Portlashi juda oson. Bitta tintida portlab ketadi. Bu ham shu. Bu olmos kabi. Bittasida ham portlashsa bo'ladi. Mana. Bedrock mana. Qo'ysam ham farqi yo'q unga. Bu xuddi nezarat kabi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu hech ham portlamaydi. Aytdim-ku sizlarga. Mana turibdi joyida. Men kreativda mana shuncha sindirib bilaman. Agar survivalda bo'lsam sindirib bo'lmaydi. Va albatta bu bloklar ham yonmaydi, yaxshi. Bular lavada yonmaydi. Mana shular barchasi. Va yaxshi, bugungi video zo'r chiqqan bo'lsa, like va obunani bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Rasulbek bo'ldi. Ya'ni Rasul. Keyin obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak. Va bundan keyin 200 ta bo'lsak, juda ham yaxshi va juda ham zo'r kontentli videolar chiqib boshlaydi. Iltimos, obuna bo'l qo'y.